Mamlakatimiz qonunchiligiga ko'ra diniy ta'limot berish qat'iy belgilangan tartib asosida amalga oshirilishi shart. Qonun talablariga zid ravishda ruxsatsiz diniy ta'lim berish taqiqlanadi. Afsuski, bugungi kunda ayrim fuqarolar tomonidan voyaga yetmaganlarga noqonuniy tarzda diniy ta'lim berish, ruxsatsiz va xususiy tartibda diniy bilim o'rgatish bilan bog'liq qonunbuzarliklar sodir etilmoqda. Shuni unutmaslik kerakki, bunday harakatlar uchun jinoiy javobgarlik mavjud. 2025-yil 8-avgustda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga asosan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 229-2 moddasi diniy ta'limotlarni o'qitish tartibini buzishga muhim o'zgartirishlar kiritildi. Xususan, maxsus diniy ma'lumotga ega bo'lmagan holda va diniy tashkilot boshqaruvi markaziy organining ruxsatsiz voyaga yetmagan shaxslarga diniy ta'limotdan saboq berish, diniy bilimlarni xususiy tartibda o'rgatish jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Unga bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravardan 100 baravargacha jarima, 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilishgacha bo'lgan jazo choralari qo'llanilishiga sabab bo'ladi. Hurmatli fuqarolar, qonun talablariga rioya qilish, voyaga yetmaganlarni noqonuniy diniy ta'limdan himoya qilish va jamiyatda qonuniylikni ta'minlash har birimizning burchimizdir. Diniy ta'lim faqat qonunchilikda belgilangan tartibda va vakolatli tashkilotlar orqali amalga oshirilishi shart. Ogoh bo'ling.